Rotoringiz buzildimi? Yangi rotor sotib olish shart emas. Biz sizga undan qayta foydalanish yo'lini taklif qilamiz. Ko'pchilik rotor ishdan chiqsa uni tashlab yuboradi, lekin muammo kichik detallarda. Podchemniklarga vaqtida qaramaslik, suyuq va qo'yiq moyni o'rnini almashtirib, noto'g'ri moylash yoki moylashni kechiktirish, galovkada chiziqlar va yoriqlarning paydo bo'lishi, rotor yotog'ini yoyilib formasi o'zgarishi rotorlarni ishdan chiqaradi. Biz rotorlarni ularning soniga qarab 3 kundan 5 kungacha ta'mirlab, ishlash muddatini uzaytiramiz. Podchemnik va galovkani almashtiramiz. Siz esa yangi rotor sotib olish xarajatidan qutulasiz. Rotor ta'miri yangi rotor sotib olishdan ancha arzon. Shunchaki tashlab yuborishga shoshilmang. Ta'mirdan so'ng rotorning ishlash muddati holatiga qarab 6 oygacha uzayadi. Undan tashqari bizning texnik xizmatlar orqali rotorni to'g'ri moylashni ham bilib olasiz. Sizga rotor ta'miri kerak bo'lsa, hoziroq biz bilan bog'laning.